Orqamda turgan binoni ko'rib turibsiz. Buni noturar deb o'ylashingiz mumkin. Bu yer ikki qismdan iborat turar joy bo'ladi. Shuni sotuvni e'lon qilgan ekanmiz. Videoda oxirigacha ko'ring, men ikkiga bo'lib sizga obzor qilib beraman. Qani ketdik. Binoda tashqi fasadini ko'rib turibsiz. Unchalik remont shart emas. Bino to'lig'icha pishirgichda qoplangan hamda ikkinchi etajga moslanib, plitalari ham uzun plitalardan ikki etaj qilib ko'tarib olsangiz bo'ladi. Endi birinchi qismidan boshlaymiz. Binoga kirib kelishimizga chap qo'lda bizni ushbu xona kutib oladi. Xona o'ta keng. Buni uy sifatida foydalansangiz ham bo'ladi, sex sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Ikkinchi xonani ko'rib turibsiz. To'g'rida koridordan chiqib kelamizda, chap qo'limizda bitta katta mehmonxona sifatida xolasini ishlab chiqarish qilsangiz ham bo'ladi. Ushbu xonamizga ko'zingiz tushadi. Bu yerdan qaytganimizdan keyin 10 tarafga boramiz. 10 tarafga burilishimizga 3 xona bizni kutib oladi. O'ng qo'limizda birinchi xonamiz ko'rib turganlaridek qanchalik katta, qanchalik kengligini ko'rib turibsiz. Chap qo'limizda ham xuddi shunday zalni kengligini ko'rib turibsiz. Buni ikkiga bo'lsangiz ham bo'ladi va to'g'rida bizni mana shu xona kutib oladi. Xonalarning kengligini ko'rib turibsiz. Qanaqa keng va shinam. Endi hozir bu yerdan to'g'ri chiqib kelganingizdan keyin ikkinchi qismiga o'tamiz. Endi binoda ikkinchi qismiga o'tib kelamiz. Mana bino katta binoyimizdan chiqib kelishingizga ko'rib turganlaringizda o'ng qo'lda bu yerda hozir novvoyxona sifatida foydalanishyapti. To'g'rida omborxona uzun, bu yerda ikkita xonadan iborat. Bu yerda ko'rib tursa, orqamda hozir mana shu bino ham kiradi. Bu bino eski pekarniy sex deyilgan, ya'ni bo'lkalar shu yerdan ishlab chiqarilgan. Mana shu yerda o'chirib turib, bo'lka olgan akalarimizdan videoda ko'rayotgan bo'lsa kerak. Qani ketdi, bu yerda ham ko'rib chiqamiz. Pekarniy seximiz yopiq ekan, lekin bu yerda kattaligini ko'rib turibsiz. Buni ham pishirishdan ko'tarilgan, tepada plitalari bor. Xullas buni materialini olib turib, o'zingiz ham uy qurib olsangiz bo'laveradi. Endi bu yerdan chiqarimizdan keyin bu yerda katta robotimiz bor. Orqadan yana bitta eshik, katta robot qo'yilgan. Kirish qismimizda bitta xona bor. Undan tashqari mana shu ko'rib turganlaridek, mana shu bino ham, omborxona ham shunga kiradi. Agar puli bor odam oladigan bo'lsa, albatta manfaat ko'radi bu yerdan. Endi manzillarga keladigan bo'lsak, Qoratsuv 3 ko'chasi, ya'ni pochtadan kirib kelishingizga Aspal mahalla, ikkinchi sonli texnikum kollej, ya'ni eski nomi bilan shu yerda bilasizlar, shuni ro'parasida joylashgan. Bu yog'idan esa ko'rib turganlaridek bozorgacha ketadigan ko'chada ham o'zini roboti bor. Ikki tarafdan mahalla, ikki taraf ham Aspal. Endi bu yerda to'liq ma'lumotlarni beradigan bo'lsak, 12 sotikdan iborat ko'rib turganlaridek ikki tarafdan kirish qismi ham bor. Binoda xullas olgan odam albatta foydada chiqadi. Endi narx-navolarga keladigan bo'lsak, eng qiziq joyi narx-navolari plus minus akamiz xullas 88 ming qo'yib bering dedi. 88 mingdan albatta o'tib beradigan yeri bor. Sotgan odamga ham, olgan odamga ham manfaatli bo'lsin. Pastda telefon nomerini qoldiramiz aloqa uchun.